Assalomu alaykum. Qisqa muddatli tanaffusdan so'ng Fresh News informatsion dasturi yana efirda. Studiyada Azbek Mehriddinov bugun dasturimizda. Osiyo Kubogi U17da hamyurtlarimiz chempionga aylanishdi. Farg'onada erkak tushida xiyonat qilgan ayolni pichoqlab o'ldirdi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir o'tkazildi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. G'alaba muborak vatandoshlar. 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionati oxiriga yetdi. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni ishtirokidagi final o'yini 2-0 hisobi bilan O'zbekiston foydasiga yakunlandi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi yigitlari haqli bayram qilishlari mumkin. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Prezidentning farmoni bilan xorijiy davlatlar fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga fuqarolik berishni nazarda tutuvchi yangi tartib belgilandi. Endi 2025-yil 1-iyundan xorijiy davlat fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga 200 ming AQSh dollari, ularning har bir oila a'zosiga esa 100 ming AQSh dollari miqdordagi to'lovlar evaziga O'zbekistonda yashash guvohnomasi 5 yil muddatga soddalashtirilgan tartibda beriladi. Oddiy tushni deb inson vafot etdi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yuz bergan bu hodisa hali hamon insonlarni hayratga solyapti. Ayolini tushida xiyonat qilayotganini ko'rgan va uyg'onib ketgach, yostiq ostidagi pichoq bilan ayoliga 13 marta pichoq sanchgan. Hozir shu haqda. Farg'onada o'z ayolini tushida ko'rgan jinoyati sabab o'ldirgan erkakka sud hukmi o'qildi. Bu haqda viloyat sudi matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, hodisa Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida sodir bo'lgan. Tonggi soat 04:30larda erkak uxlayotgan vaqtida tushida o'z ayolining xiyonatini ko'rgan va holatdan qo'rqib uyg'onib ketgan. Erkak yostig'i tagida turgan pichoqni olib uxlab yotgan ayolining hayoti uchun xavfli bo'lgan turli joylariga 13 marta urgan. Buni tush ekanligini anglagan shifokorlarga o'zi murojaat qilgan, ammo ayol tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudining hukmi bilan erkakka Jinoyat kodeksining 97-moddasiga asosan 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Endi xorijliklar O'zbekiston fuqaroligini sotib olishlari mumkin. Xo'sh, bu ularga qanchaga tushadi? Batafsil ma'lumotni navbatdagi lavha orqali bilib olamiz. 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionati finalidan o'rin olgan O'zbekiston va Saudiya Arabistoni bahsi yakunlandi. Unda hamyurtlarimiz 2-0 hisobida zafar quchdi. Gollar Muhammad Hakimov hamda Sadriddin Hasanov tomonidan kiritildi. Qayd etish lozim, birinchi taymda hamyurtlarimiz ikkita qizil kartochka olganiga qaramay, termamiz vakillari mardonavorlik ko'rsatdi va Osiyo chempioniga aylandi. Aynan shu musobaqaning eng yaxshilari aniqlandi. Unga ko'ra, O'zbekiston U17 terma jamoasining 3 nafar a'zosi musobaqaning eng yaxshilari deb topildi. Asilbek Aliyev eng yaxshi to'pirar, Sadriddin Hasanov eng yaxshi futbolchi va Ne'matulloh Rustamjonov esa eng yaxshi darvozabon nominatsiyalarida taqdirlandi. Joriy yilning 15-aprelidan 15-mayiga qadar yurtimizda xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir o'tkazilmoqda. Shu kabi tadbirlar Qashqadaryo viloyatida ham avj oldi. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Muxbirimiz Muhayyo Murodova batafsil hikoya qilib beradilar. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Qamashi tumani Chim mahalla fuqarolar yig'ini hududida nazorat tartibida to'xtatilib tekshirilganida kelgusida o'tkazish maqsadida qora rangli selofan paketga qadoqlangan holatda yashil rangli o'ziga xos o'tkir hidli marixuana giyohvandlik moddasiga o'xshash moddani olib ketayotganligi aniqlanib, uning sof og'irligi 171,7 gram ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Qamashi tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruh tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Xuddi shuningdek, Ko'kdala tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda Denov shahrida yashovchi fuqaro Aktamov Jamshidning boshqaruvida Isuzu rusumli yuk avtomashinasi to'xtatilib, ko'zdan kechirilganida avtomashina yukxonasidan jami 4855 dona Zardex nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari Surxondaryo viloyatiga olib ketayotganligi aniqlanib, hujjatlashtirilib olindi. Mazkur holat yuzasidan Ko'kdala tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-prim 1-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Dasturimizni xalqaro aloqalar sohasidagi yangiliklar bilan davom ettiramiz. Toshkentda O'zbekiston va Bangladesh o'rtasidagi turizm aloqalarini rivojlantirishga bag'ishlangan seminar tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda ikki mamlakatning turizm sohasi vakillari ishtirok etib, turistik salohiyat, viza tartiblari va madaniy aloqalar yuzasidan fikr almashdi. Batafsil tafsilotlar muxbirimiz tomonidan tayyorlangan reportajdan o'rin olgan. बाजे रे बाजे ढोलर ढाल एलो रे पहला बोईशान As you have mentioned that it's required. Let me answer your question. Maybe आज कृष्ण चूड़ार डाले ढेके छेलाले लाले श्री राम हृदय चढ़ा बाजे रे बाजे ढोलर ढाल एलो रे पहला बोईशान बाजे रे बाजे ढोलर ढाल. thank you. So today is the Ushbu sana Bangladeshda yilning 1-oyi Boyshaq oyining ilk kunida keng nishonlanadi va u mamlakatimizning boy madaniy merosining ajralmas qismiga aylangan. Yillar davomida bu an'ana keng ommaning e'tiborini qozonib, jamiyatning turli qatlamlaridan bo'lgan insonlar faol ishtirok etadigan ulug' bayramga aylangan. Shu bois u bugungi kunda Bangladeshdagi eng yirik va eng ko'p kutib olinadigan madaniy festivallardan biri hisoblanadi. one of the biggest festivals in Bangladesh. এমনি দিল ছন্দ আকাশে ছড়ালো সুগন্ধ এমনি দিল ছন্দ সেই ছন্দে Haqiqatan ham bugungi kunda ko'p davlatlarda kreativ turizmga e'tibor qaratilmoqda. Bu o'zi nima degani? Bunda aynan master klasslarni yoki bo'lmasa mavjud turizmni kreativ yondashuv asosida taqdim etish hisoblanadi. Bunda misol uchun Germaniya juda ham ko'p foydalanadi yoki bo'lmasa aynan o'sha hunarmandchilik faoliyatida bu sohadan yaxshi foydalanishimiz mumkin. Master klasslar o'tkazish davomida yoki bo'lmasa o'zimizda mavjud bor salohiyatdan misol tariqasida aytadigan bo'lsak, aynan Farg'ona viloyatida ipak matolarni to'qilish jarayonida turistlar ham ishtirok etishi va ular sotib olishi, ularga qandaydir noan'anaviy emotsiyalarni taqdim etish orqali kreativ turizmni rivojlantirish mumkin. বাতাসে ছড়ানো সুগন্ধ এমনি Into the voices of the বাতাসে ছড়ানো সুগন্ধ এমনি দিল ছন্দ. O'zbekiston-Turkiya ta'lim hamkorligi yangi bosqichda. Toshkentda Turkiyaning Istanbul Kent universiteti vakillari ishtirokida ta'lim sohasiga bag'ishlangan konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbirda maktab bitiruvchilari va Turkiyada tahsil olishni istagan yoshlar uchun universitetlar, qabul jarayonlari va ta'lim imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, ishtirokchilar bilan individual maslahatlashuvlar ham tashkil etildi. Bu esa bevosita ikki mamlakat o'rtasidagi ta'lim globallashuvini oshirishga xizmat qiladi. Navbatdagi reportaj aynan shu haqda. Davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni faqatgina diplomatik aloqalar emas, balki ta'lim ham belgilaydi. Turkiya oliy ta'lim muassasalari konsulligiga hisoblangan OVA akademiyasi hamda Istanbul Kent universiteti hamkorligida ta'lim ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda.
uchun xalqaro talabalar Kent universitetini tanlashi kerak? Çok güzel bir soru öncelikle. Bir kere Özbekistan'da olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstanbul Kent Üniversitesi bir kere İstanbul'da. İkincisi İstanbul'un kalbinde, merkezinde, Taksim'de ve Kağıthane'de. Avvalo O'zbekistonda bo'lganimdan juda ham xursandman. Juda yaxshi savol berdingiz. Istanbul Kent Universiteti nima sababli? Chunki Istanbul Kent Universiteti bu Istanbulning qoq markazida, qalbida joylashgan. Günü yakalamış ve 4.0'a doğru giden çağdaş bir üniversite. Yani Özbek çocukları İstanbul'da Kent Üniversitesi'nde okurlarsa gelecekleri çok aydınlık ve çok zengin. Bu o'sha eng rivojlangan universitetlar, hozirdagi o'sha eng rivojlangan universitetlardan biri hisoblanadi. Agar o'zbek o'quvchilari Istanbul Kent Universitetini tanlasa, o'zlarini kelajagini yana ham yorqinroq holatda barpo qilishlari mumkin. Evet ama tabii İstanbul'un yine dünyanın incisi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu bence hepsinden belki önemli bir sebep. İstanbul'da okumak, İstanbul'da yaşamak. Bundan tashqari Istanbul dunyoni gavhari dur ekanligini ham aytib o'tishim kerak. Bu o'sha yerda o'qish hamma uchun bir faxr, iftixor. Bugun ko'rgazma meni xursand qildi, chunki bugun bizim kutayotgan talaba sonimiz 300 ta 400 ta edi, lekin hozir bugungi kunda soat 12 ga yetmasdan 1000 tadan ko'p talabamiz keldi. Qiziqish rosa katta. Bunun sababi o'ylayapmanki Istanbul Kent Universitetining O'zbekistondagi, Turkiyadagi kuchlari va O'zbekistondagi o'zini tanishtirib o'tishi, ya'ni o'zini yaxshi ko'rsatgani. Chunki hozir Turkiyada Istanbul Kent Universitetida 1000 dan ko'p o'zbek talaba o'qiyapti hozirgi paytda. Bizda o'tgan yilda 200 tadan ko'p o'zbek talabani Kent universitetiga joylashtirganmiz. Biz orqali registratsiya bo'lganlar. Inshaalloh bu yilda kutgan talaba sonimiz 500 tadan ko'p bo'ladi deb o'ylayapmiz o'zbek talabalari bo'yicha. Turkiyada o'qishni maqsad qilgan o'zbek talabalariga OV akademiyasi tomonidan qanday qulayliklar va imtiyozlar yaratib berilmoqda? OV Akademiya O'zbekiston Toshkentda ochilgan kunidan beri qo'ldan kelguncha O'zbekiston bilan turk talabalari orasida, Turkiyadagi universitetlar orasida ko'prik bo'lishga harakat qilyapti. O'tgan yilda biz 200 tadan ko'p talabaga bepul talabalarning hech bir xizmat puli olmasdan sirazu universitetlarga kirgizishga harakat qildik. Bu yilda inshaalloh 500 taga yaqin talabaga biz bepul xizmat berishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari bu yil inshaalloh may oyining oxirigacha registratsiya bo'lgan talabalarga da biletlarimiz 100 tadan ko'p bilet podarka beriladi talabalarimizga. Bundan tashqari studentlarimiz u yoqqa borganlarida universitetlarning ichlarida o'zimizning xodimlari bo'ladi. O'zimizning o'zbek kerak bo'lsa xodimlari ham bo'lib, yordam berib studentlarimizga yordam berishga harakat qiladi. Bugun tashkil qilingan asosiy ko'rgazmaning asosiy maqsadi biz endi uzoq bir oylik taxminan muhokamalardan so'ng Kent universitetining rektorini O'zbekistonga taklif qilishga muvaffaq bo'ldik, ya'ni erishdik bunga. Endi bilasizmi, bundan asosiy maqsad baribir qardosh o'lkalar birinchi tomondan, mental va ruhiy tomondan ham o'zbek va turk o'lkalari deyarli bir xil deb o'ylayman va juda ham bir qaysidir ma'noda foydali o'ta katta o'quvchilar uchun ham. Sababi universitet tomonidan ikki xil diplom beriladi. Bu o'sha ma'lum va xalqaro diplomlar. Bu diplomlar bilan kelajakda masalan Amerika davlatlari, Yevropa davlatlari, O'zbekiston yoki bo'lmasam Turkiyaning o'zida ham bemalol ishlash, malaka oshirish imkoniyatini beradigan diplomlar hisoblanadi. Buning uchun biz tayyormiz va o'quvchilarni kutib qolamiz. Kent universiteti o'zining qulayliklari va sharoitlari bilan Yevropa davlatlarining universitetlari bilan farq qiladi. Mana bu prezentatsiyada aytib o'tdilar, Kent universitetining o'sha rektor, universitet talaba ustozlari, ya'ni agar o'qigan jarayonimizni, ya'ni Yevropa davlatlariga amaliyotni o'tib bo'ladi. Ya'ni sizda ikkita diplom bo'ladi. Ham masalan Kent universiteti masalan Yevropa davlat, masalan Germaniya yoki Fransiya, Italiyada amaliyotni o'tsangiz, u yerdan ham sizga diplom beriladi. Ya'ni yana bir qulayliklari shundan iborat ekanki, Kent universitetining diplomi O'zbekistonda 100% o'tilar ekan. Mana shu tomonlama menga Kent universiteti juda ham yoqdi. Nasib bo'lsa hozir bakalavrni tugataman, magistraturani Kent universitetiga topshirmoqchiman.
Yo'l harakati xavfsizligi har doim dolzarb mavzu. Haydovchilar esa yo'l harakati davomida duch kelayotgan noqulayliklar yoki tushunmovchiliklar yuzasidan qayerga murojaat qilishlari kerak? Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosida fuqarolar murojaatlari ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosida navbatdagi fuqarolar qabuli o'tkazildi. Sayyor qabulda tumanlardan tashrif buyurgan 50 taga yaqin fuqarolarning murojaatlari o'rganildi. 20 dan oshiq murojaatlar joyida o'z yechimini topgan bo'lsa, qolganlari o'rganish talab qilingan murojaatlar bo'lganligi sababli mutasaddilarga yo'naltirildi. Shu o'rinda ma'muriy amaliyot yo'nalishi bo'yicha qilingan murojaatlar hamda qo'shimcha piyodalar o'tish yo'lagi va svetoforlar o'rnatish bo'yicha qilingan murojaatlar yuzasidan mas'ul xodimlarga ko'rsatmalar berildi. Sayyor qabulda bajarilgan amaliy ishlar yuzasidan minnatdorchilik bildirib kelgan fuqarolarni ham uchratdik. Mazkur fuqarolar avvalgi qabullarda qilgan murojaatlari yechim topgani yuzasidan shaxsan boshqarma boshlig'iga minnatdorchilik bildirish uchun kelganliklarini bildirib o'tishdi. Bu kabi sayyor qabullar reja asosida doimiy ravishda o'tkazib borilib, fuqarolarning murojaatlari va takliflari tinglanmoqda hamda tegishli tartibda yechimini topmoqda. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.